Assalomu alaykum. Quvasoy Fakizot bog'chilari. Yana bitta obyektimiz bitdi. Manzil Quvasoy shahar Lashkar mahallasida bo'lyapti. Hop, ushbu joyimizga 17 million 250 ming so'mga. Hop, jami 3 eshik, ikkita katta rom, ikkita gulxo'y, ikkita yana kichkina rom olib kelib o'rnatib berganmiz. Redpen Quattro profilida 100% temir, podagonlari bilan 2 qavat yodviy qora oyna. Bu chekkada gulli oynaga berganmiz. Doimgidek Quvasoy akfada to'rttadan petla. Hozir yaqindan ko'rsatib beramiz. Hop, razmerlariga kelsak 17 million 250 ming so'mning ichida razmerlar 1 metrga 1.63 bitta eshikda chap tomoni, o'ng tomonida 95 ga 1.63 bitta eshik, rom, hop 1.25 ga 2.43 bitta eshik, 2 qanotli 3 metrga 1.63 yana bitta rom, 5 ta ko'z tevasi 3 ta, o'rtasi ochiladi, abishni ochiladi. Eshikda hop o'ng tomonidagi sulujniy mexanizm, bunisi o'ng tomoniga ochiladi, bu prostoy mexanizm bo'ladi. Prostoy ochiladi. Bu ham xuddi shunday. Hop, eshikda chap tomoni 65 ga 1.63 gulxo'y, eshik 1.25 ga 2.43, o'ng tomonidagi gulxo'y 60 ga 1.63. Yana bitta 3 metrga 1.63 rom, 5 ta ko'z, o'rtasi ochiladi. Sulujniy mexanizm bo'lgan bunisi. 20 li podagonlari bilan bu yerda 90 ga 2.43 yana bitta eshigimiz bor. Plus hop, ko'rishingiz mumkin. Doimgidek to'rttadan oshiq-moshiq, original zamoy, original lamri ruchkalarigacha Redpen firmasiga tegishli. Hop, doimgidek Graf firmasi Akfen ruchka, Graf serdechnilari ko'rishingiz mumkin. Hop, zatseflari joyida, turetskiy original atvet. Pastda ham zatsef bor. Eshigimiz tashqariga o'ngga ochiladi. Tashqari tomondan turganda, bunga ichiga oq tomchi oyna, tashqariga oq plus, ichkari oq tomchi, tashqari qora prostoy oyna qo'yib berganmiz. Tevasi oqqa qora ayni stekla paket ayni bo'lgan. Hop, yopilishlari juda yengil holatda. Shum yo'q, boshqa yo'q. Ruchkani mana tevaga ko'targanda tevalari tushadi, pastlari tushadi. Hamma joyi ekoloji bo'lgan. Eshigimizni aynidan grafika qilib tayyor qilib berganmiz. Qulflanishlari mana kalit sug'uramiz, eshik ruchkasi bosilmaydi. Hop, ochishda mana ochilaveradi. Hop, zazorlar hech qancha zazor yo'q. To'liq holatda penalangan. Eshik yonlari ham xuddi shunaqa. 1,5 santimetr, 2 santimetrdan penani haqqi bor. Bu ikki qanotligimizda ham xuddi shunday ovoziga baho berasizlar. Kirganimizda mana eshikda ichki tomondan ko'rinish. 2 ona 20 li podagonlik. Hop, atroflari to'liq penalangan. Eshik doimgidek to'rttadan 8 ta oshiq-moshiq qo'yilgan. Original ruchka zamoy, serdechniy, original lamri. Hop, eshigimizda 5 ta joydan qulflanadi. Mana zoldir bitta, ikkita, tili ham qulflaydi. 3 ta, 4 ta, tili bilan 5 ta bo'ladi. Qulflanishlari mana bitta zoldir, ikkita, bu bilan 3 ta, 4 ta, 5 ta. Hamma joyidan qulflanadi. Yopamiz. Yopganimizda ko'tarib turib bitta qulflaymiz. 5 ta joyidan platnosda qulflanadi. Zimniy rejimga qo'yib berganmiz. Hop, постоянный zimniy rejimda turadi bu. Chunki rezinkalar ezilsa холодныйga o'tib qoladi. Hop, zazorlar juda go'zal penalangan. Taylar to'liq penalangan. Hop, birinchi uromimizni ko'rsatib beraylik. 3 ga 1.63.
chekkasi. Hop, devor kattaroq, tagi kichikroq, yarim osh urilgan. Juda go'zal holatda bo'lib bitgan. Podagonnilar обычный ochiladi. Ko'rishingiz mumkin. Bunda ikkitadan zo'ldir. Hop, ikkitadan qarshilik. Original saydinlar. Original oshiq-moshiq. Двойной qora oyna. Bu ichkari ko'rinish. Bunisi ham xuddi shunday. 3 metrga 1.63 bu ham. Bunda ham xuddi shunday komfort podagonlik. Taylari peynalangan. Hop, bunda sulujniy mexanizm bor. Ko'rishingiz mumkin. Ruchkani ochsa juda yengil holatda. Bunda 3 tadan joyi qulflaydi mana. Hop, yopib ruchkani tevaga qilganda 14 sm, 15 sm ochiladi. 11 dan 14 sm, 15 sm gacha ochiladi. Bu yonga ochilishi. Qanot ham joyida turadi. To'liq o'ringa qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Yopilishlari ham juda go'zal, mexki holatda bitgan. Yumshoq bo'lgan. Hozir endi nariga koridorimiz eshiklarini, yo'laklarni ko'rsatib beramiz. Hop, buni ham tashqaridan qulflanishini hozir ko'rsatib beramiz. Yopamiz. Tevaga ko'tarib, mana. Taylari bemalol tepib xizmat qilaveradi. Qulflarni ochiladi. Hop, bunisida aytganimdek o'ng tomonida 1 metrga 1.63, chap tomonda 95 ga 1.63, o'rta eshik 1.25 ga 2.43. Общий ko'rinish. Juda go'zal holatda, liniyalari bitta liniyada ketib bitgan. Bu ham xuddi shunday. Ko'tarib qulflaymiz. Mana. To'liq holatda bitgan. Bunda ham xuddi aytganimdek 5 tadan qulflanadigan joylari, shpingaletlari, original shpingalet. Hop, buni o'ng tomoni обычный ochiladigan bo'lgan bir tomonga. Hop, chap tomoni sulujniy mexanizm bo'lgan. Yonga ochilishlari juda tekis holatda bo'lgan mana. Hop, yopasiz, ruchkani tevaga qilsa mexanizmli bo'lgan. Ko'rishingiz hozir tashqaridan ko'rsatib beramiz. Mexanizmlar. Narxi 17.200.000 so'm bo'ldi. 250.000. Quvasoy Akfa'da qolinglar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha xizmat qilamiz. Dostavka, ustanovkalar hammasi besplatniy. Hop, narxi qaytarib o'taman, 17.250.000 bo'ldi. Red Pen Plus, quvvatli material, двойной yodiy oyna, podagonniylari hamma yo'g'i ichida. Sulujniy mexanizm. Obuna bo'lishni unutmanglar. Poddesh qilsalaring biz xursand bo'lamiz.